Bugun zakasimiz bor edi. Asosan oqartiruvchi penkaga. Mana hozir oqartiruvchi bodringli penka tayyorladim. Juda ham chiroyli chiqdi. Bu juda ham effektivni, asosiysi tabiiy. Hech qanaqa yuzga allergiya bermaydi. Har qanaqa yuzga bemalol ishlatsa bo'ladi. Asosiysi yuzni juda ham zo'r oqartirib beradi. Poralarni juda ham yaxshi tozalaydi. Yuzi quruqlar haftasiga 3 marta, yog'li yuzlilar kunda ishlatsa ham bo'ladi. Boshqa penkalarga o'xshamagan tarafi yuzni quritib yubormaydi. Chunki ichida juda ham yaxshi, yuzingiz uchun foydali bo'lgan vitaminlari mavjud. Bu asosan oqartiruvchi bodringli penka. Ko'pchilik penkani mikserda qiladi. Shu sababli juda ham ko'pirib ketadi. Idishga solganda ko'pigi pasayib, ancha kamayib qoladi. Penkani asosan blenderda qilsangiz, mana shunaqa chiroyli bo'lib, qaymoqqa o'xshab chiroyli chiqadi. Mana hozir penkamiz deyarli tayyor. Endi idishlarga solsak, shu bilan sotuvga chiqaramiz.